45 mingdan beryapti. 35 mingdan. 50 ming so'm ajriq, 35 ming so'mdan mosh purishlamiz. Andijon marhamat bozori. Andijon marhamat mol bozorida. Assalomu alaykum. YouTube chorva ishqibozlari, mana o't bozoriga keldik. Andijon viloyati Marhamat tumani o't bozori. Oxirlab qoldi, lekin real narx-navolar bilan tanishtirib o'tamiz sizlar. Kimga qiziq bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, bittadan videoga like bosin. Hoji Hormang, qo'ya purisimiz nech bu? Qo'ya purisimiz 25 ming so'm. 25 ming so'm. Ichida nima xizmatlar bor? Dastlabki material dastavkamiz bor. Mosh purisimiz 35 ming so'm. Mosh puris 35 ming so'm. Bedala 55 ming so'm. Bedala 55 ming so'm. Somonchi? Yo'q, yo'qmiz. Yo'q. O'zi necha pul sotilyapti? 10 ming, 12 ming. 10 ming, 12 ming so'm. Tavba bering aka deganlarga behijolatda tavba beraverasizlar va sizda bo'ladi. Bo'ladi. Nomerlar ayting, telefon nomeri 93lik 004 004 76 76 98. 98. Sifatli, kачествовали o'tlar kerak bo'lsa, ismingiz nima edi? Mashhurbek? Mashhurbek nomeriga aloqaga chiqaverasizlar. O'tlar qanaqa o'tlar? Beda puris, somon puris, yer yong'oq puris, mosh puris, somon puris, nima bo'lsa, marhamat bo'ylab dastavkalarni qilib beradi. Kelishilgan narxlar ichida. Nodir aka, necha puldan sotdingiz? 12 ming so'm. 12 ming so'mdan. 1 metrlik, ha? 1 metrlik somon purisimiz. 12 ming so'mdan bez dastavka mana shu yerda o'zidan yuklab beryapti. Yana bormi? Bor aka, bor. Telefon nomerlarini ayting. 77lik 77lik 073 073 25 25 09. 09. Sizlar so'raganlarga ham topib beralasizmi? Topamiz aka. O'tni xohlagan turinglardan bor. Beda desanglar beda, somon, makka, poya, juvar poya, Juvarlar ham bor. nima desanglar topib beradi. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Nodir akamiz nomeri. 55 ming beraman. 13 ming so'mdan somon purisimiz sotib bo'libdi. 13 ming so'mdan. Nechta aka? 40 yuklayapti. 40 ta. Seropa? Serop. Ismingiz nima edi? O'tligi. O'tligi 13 ming so'mdan baraka bo'ldi. Ha aka? Shahobiddin akamiz. Telefon nomerini aytib yuboring, baqir-baqir. 93lik 691 77 99 nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Xohlagan o't turlaridan topib berasizlar. Ajriq, beda, moshpoya, Ahmad aka siyla. Bozorda piri. 24 soat kelsanglar mana shu odamda pris bo'ladi. Faqat 2 barobar qimmat bo'ladi bu odam. Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, mana keyingi navbatdagi akalarimizga keldik. Mosh pris. Necha puldan aka mosh pris? Mosh pris 35 ming so'mdan. Dastavka qilib berasizlarmi marhamat bo'ylab? Dastavka qilib berilaveradi. Mana shu qizil mersi ko'rsalaringiz to'xtatib qayerda bo'lsa o't so'raverasizlar. Xohlagan turda o't topib beraverasizlar aka. Xudo xolasa pulni kelishib olsanglar bo'ldi sizlar. Xohlagan turdagi o'tlaringiz topib berilaveradi. Mosh pris desanglar mosh pris, beda pris desanglar beda pris. Aka, beda prislar necha pul sotilyapti? 60 ming, 55 ming, 50 ming har xili bor-da endi uni. Kelishishga qarab olib borib topib berishlaveradi. Somonlarchi aka 12, 11, 13. Somonlardan to'g'risi somon Sot 12 ming, 15 ming sotishyapti. shunaqa. Kimga kerak bo'lsa, qizil mersi qayerda to'xtatsalaringiz, xudo xolasa o't yo'nalishi bo'yicha tushuntirib berilaveradi. Telefon nomerini ayting ismingiz bilan. 91lik 175 39 70. Ismingiz nima? Arslonbek akamizga telefon qilib xohlagan o't turlaringizdan so'rasanglar, kelishib olsanglar, sizlarga yetkazdirib dastavka qilib beradi. Bu ham endi cheklanganda 5 ta olsa olib borib beravermaysiz, to'g'rimi? 10 ta, 15 ta, 20 ta olganlarga, bir labi olganlarga dastavkalarni qilib beradi. Bo'lmasa kelishib dastavka qilib olasizlar.